6 may Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komitetida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga ijro qilayotgan jinoiy qilmishlari haqida isbot anglash yig'ini o'tkazilgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, Amerika Avam Palatasining Tashqi ishlar komitetining o'rinlashtirishi bilan Xitoy Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga ijro qilayotgan vahshiyliklar temasida isbot anglash yig'ini ochilgan. Tor orqali o'tkazilgan mazkur yig'inda Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga 10 oy qamalib chiqqan Tursunay Ziyovuddin xonim Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetiga tunji qatim Uyg'urlarning jazo lagerida boshdan kechirayotgan ig'ir kunlari va o'zining kechirmishlari haqida guvohlik berib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni oshkorlagan. Tursunay xonim isbot anglash yig'inida yana o'zining irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Sharqiy Turkiston xalqining ovozi bo'lish irodasiga kelganligini, Xitoyning tahdid va bo'htonlarining uni qo'rqitolmaydiganligini, bu guvohlik so'zlarining oxirida Amerika hukumatı va xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilikdan qutuldirish uchun harakatga o'tishiga turtki bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti Cumhuriyetçiler Partiyasining yuqori darajalik a'zosi Michael McCallning kun tartibida Sharqiy Turkistondagi Xinjiang hukumati yoki uningga qarashli organ va tashkilotlar bilan hamkorlashgan Amerika shirkatlari edi. Bu haqda Amerika, Germaniya, Angliya qatorliq davlatlarning sohibxonligida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkaziladigan Uyg'urlar haqidagi to'r yig'ini Xitoyni qattiq beyaram qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 10 may kuni bayonot e'lon qilib, bu davlatlarga hujum qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyinning 10 may kundagi axborot yig'inida aytishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarning bostirilganligi haqidagi to'r yig'ini uchun sahna qilib ishiltish bu organga qilingan haqorat ekan. Amerika, Angliya va Germaniya qatorliq davlatlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlar masalasi haqida to'r yig'ini planlab, nurg'un davlatlarni bu yig'inga qatnashishga taklif qilgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga xat yozib, ularning bu yig'inga qatnashmasligini talab qilgan. New York aksiya bozori Xitoyning 3 chong telegraf shirkatining bozordan chekindirilganligini rasmiy bekitgan. Bildirishicha, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati, Xitoy birlashma xabarlashish shirkati va Xitoy telegraf shirkati oldingi juma bu haqda ayrim uqtirish tarqatgan bo'lib, mazkur qaror New York aksiya bozori Amerika aksiya komitetiga aloqador hujjatlarni topshirib, 10 kundan keyin kuchga ega bo'lar ekan. Bultur noyabrda Amerikaning sobiq prezidenti Trump ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaliklarning Xitoyning harbiy, istixborot va bexatarlik organlari qo'llagan Xitoy shirkatlariga mablag' solishni cheklagan edi. Bayden hukumati bu ma'muriy buyruqni o'zgartmadi. Qozog'istonning sharqida o'rmon o't ofati yuz berdi. Reyder shahriga tarqalgan o'tda 35 uy kuyib ketgan bo'lib, bir odam qazo qilib, 2 odam yaralangan. Qozog'iston jiddiy ahvol ministrligining bayonoti qaraganda, to'nugin kechda Qozog'istonning sharqidagi 300 gektar o'rmonlikda o't ofati yuz bergan. Shamol sababidan Reyder shahriga tarqalgan o't ofatida bir odam qazo qilgan, 2 odam og'ir yaralangan. 35 uyni kuydirayotgan o't ofati sababli shahar aholilari bexatar rayoniga yo'tkalgan. 208 kishilik o't o'chirish atirti va Mi-8 va Mi-2 tipliq tik ucharlar o't ofatiga davomli taqobil turmoqda. Egilinishcha, Isroiliyaning to'nugin kechda G'azzaga qilgan hujumida o'lganlarning soni 24 ga, yaralanganlarning soni 103 ga yetgan. Səhiyyə Ministerligining bayonotida yaqinqi hujumlardan keyin yana 3 kishining o'lishi natijasida umumiy qazo qilganlarning 24 ga yetganligi ko'rsatildi. G'azzadagi Səhiyyə Ministerligi ilgari Isroiliyaning hujumlarida 9 bolani o'z ichiga olgan 21 kishining shahid bo'lganligini, 95 kishining yaralanganligini e'lon qilgan edi. Dushanba kuni kechda Isroiliya armiyasi G'azza rayoniga qarshi Sepil qorovullari nomli harbiy harakatning boshlanganligini e'lon qildi.